Zhuge Liang Liu Bei'ga ergashib tog'dan tushgan vaqtda Zhuge Liang tunaydigan ba'zi kishilar Zhuge Liang xato pasibanga ergashib qoldi deydi. Soat nima ish bunda deydigandir? Buning siz qiziqamsiz? Yurak berib saqlab o'tgandan keyin filmning davom etgan. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge Liang Liu Bei'ga ergashib tog'dan tushgandan keyin Liu Bei'ninki ishlar o'ng'i bisib, keyin cho'ng nusratlarni qildi. Unda o'z nima ish nurg'un kishilar Zhuge Liangni Liu Bei'ga xato ergashib qolgan deydi. Bunun birinchi sababi ayni vaqtda Liu Bei'ninki holatidan qaraganda uni noldan boshlab iglik tikilgan deyish bo'ldi. Chunki uning u vaqtda hech qanchalik lashkar yo'q, hech qanday zimin yo'q. Demak, boshqa dushmanlarga qaraganda u nihoyat ojiz. Shunga u nihoyat tuvandan boshlab kuchayishga, yuqorilashga to'g'ri keldi. Buni biz 30 qavatli bino simvol qilsak, boshqalar 25 qavatga chiqib bo'ldi. Ammo Liu Bei hatiqi eshikning oldiga amdi keldi. Demak, birinchi qavatdan 30 qavatga chiqish bilan 20 qavatdan yoki 25 qavatdan 30 qavatga chiqish ikkisini solishtirsak, albatta buning nihoyat cho'ng farq. Demak, birinchi qavatdan 30 qavatga chiqish nihoyat tez degan. Shu Zhuge Liang nihoyat jabr tortishi aniq. Ham haqiqatan Liu Bei'ga ergashib jabr tortdi. Ikkinchisi, Liu Bei nihoyat hissiyotchan odam. Hissiyotchan odamlarni biz odatda cho'ng ish qilolmaydi deymiz. Nimishqa? Chunki uning ikkil inisi keyin-keyindan xatolik o'tkazsa-mu, u ularni jazolamaydi. Ham nurg'un qatimlab ziminlarninki qo'lga kelishida u o'zining yuz obro'yini, o'zininki nam obro'yini qo'dayman deb nurg'un ziminlarni qo'ldan berdi. Demak, bundaq odamninki cho'ng ish qilish nihoyat tez. Buningga yordamlashgan odammi shu sababdan jabr tortdi deydi. Uchinchi sabab bo'lsa, Liu Bei'ninki davlati namrat. Boshqa Saosao'ninki va Sunchengning davlatiga qaraganda bularning ta'minoti asosan tuvan deyish bo'ldi. Saosao qaraydigan bo'lsak, u hech qanday o'ziga manfaat bermaydigan Shuyanji, ya'ni shu shug'ulni nihoyat ko'p inomlar berdi. To'xtamay uning pul berib, nihoyat rahat farog'atda o'tkazdi. Ammo Liu Bei'ning qo'l ostidagi mushavirlar bo'lsin, sanog'ullarninki tafovati unchalik yuqori emas. Demak, ular iqtisodiy jihatdan nihoyat yaxshi turmushga ega bo'lmaydi deyish bo'ldi. Demak, bu sabablardan balkim shu vaqt kishilar Zhuge Liangni Liu Bei'ga xato ergashib qoldi degan bo'lishi mumkin. Agar sizin bu gaplarimga qo'shilsangiz, astiki inkos rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondoshlik ayt mazmunlarga qiziqsangiz, ayrim kanalga uchir qiling.